Xayrlik ishlarni seshanbaga o'rinlashtirishni yomon ko'raman degan mazmunda hadis bormi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Biraylan to'y qilish, aqiqa qilish degandek xayrlik ishlarni seshanba kuniga to'g'rilasak yaxshi bo'lmaydi. Chunki payg'ambar alayhisalomning xayrlik ishlarni seshanbaga o'rinlashtirishni yomon ko'raman degan mazmunda hadis bor deydi. Rost shundaq sahih hadis bormi? Aqiqa 7-kuni qilinadigan bo'lib, bu seshanbagami to'g'ri kelib qoladi. Başqa xayrlik ishlarni seshanba qilish tegishli bo'lib qoladi. Bu to'g'risida tushuncha berilgan bo'lsa, Alloh rahmat qilsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga zo'r salomlar bo'lsin. Bu to'g'rida undaq bir sahih yoki ojiz hadis borligini bilmaydi ekanman. Qo'limda bor hadis kitoblarining birarsidimi undaq bir hadisni uchratmadim. Navoda va buningga o'xshagan mazmundagi haftaning ma'lum kunida mayli yaxshi ishdan, mayli muboh ishdan to'sqan biror hadis bo'ladigan bo'lsa, cho'qim yolg'on. To'qilma hadis bo'ladi. Mayli seshanba, mayli boshqa kuniga to'g'ri kelsin, xayrli ishlarni kechiktirmay qilish yaxshi. 7-kun seshanbaga to'g'ri kelib qolsa-mu, aqiqani 7-kuni qilish sunnatdir. Haftaning ma'lum kunlarida yalg'o xayrlik ish ekan, muboh ishlarni cheklagan ahvol yo'q. Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhidan chorshanba yoki shanba kuni safar qilsa bo'lmaydi. Bu kunlarda kiyim tiksa yoki yeb egirsa yomon bo'ladi. Palani kechida jimo qilsa yomon bo'ladi. Bu vaqtda ziyon yetadi degandek so'zlar haqida so'ralganida mundoq javob bergan. Jamiya hamdusana Alloh xosdir. Bularning hammasi tegi yo'q, quruq gaplar. Kishi istixora qilib biror muboh ishni qilmoqchi bo'lsa, udul kelgan vaqtda qilsa bo'ladi. Kiyim tikish, yeb egirish, to'qimachilik va shunga o'xshagan ishlarni ma'lum bir kunda qilish yomon ko'rilmaydi. Haftaning ma'lum bir kechasi yoki kunduzda jimo qilishmi yomon ko'rilmaydi. Muaviya ibn Hakam radhiyallohu anhu rivoyat qilgan sahih hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shumpal ilishdan to'sqan. U mundoq deydi: "Men Rasulullohga: "Ey Rasululloh, aramizda kahinlarga bordiganlar bor" desam, Rasululloh: "Ularning qashiga bormanglar" dedi. Men: "Aramizda shumpal aldiganlar bor" desam, Rasululloh: "U degan biror sonlarning o'zligidan o'ylab qoladigan narsa. Shunga undaq o'ylar sizlarni to'sib qo'ymasin" dedi. Agarda Rasululloh shumpal ilish iroda qilgan ishidan to'sib qo'ymasin deb to'sqan bo'lsa, qandaqmi haftaning ma'lum kunlarida uni to'sib qo'ysin. Lekin payshanba, dushanba va shanba kunlari safarga chiqish mustahab. Ammo boshqa kunlarda safar qilish cheklanmagan. Juma kunida safar sababidan juma qazo bo'lib ketadigan bo'lsa, olimlar buningda o'xshashmagan qarashlarda bo'lgan. Ammo hunar kasb, jima qatorliq ishlar haftaning ma'lum kunida yomon ko'rilmaydi. Vallohu a'lam. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. 2011-yil 6-oyning 3-kuni.